Hop, bu video postimdan keyin meni Bozkor Family restoranida ishdan haydab yuborishsa kerak. Chunki bu video postimda men restorandagi eng ko'p sotiladigan qisir patlıcan salatini sirini ochganman. 2 qoshiq kraxmal, 2 qoshiq un, 1 choy qoshiq tuz, 1 stakan suv. Yaxshilab aralashtiramiz buni. Mana kilarimiz ham tayyor bo'ldi. Suyuq ham emas, quyuq ham emas. Kichkina bo'lsa 2 ta baqlajon, kattaroq bo'lsa 1 ta baqlajon ham yetadi. Endi buni ozgina muzli suvda chayib yuboramiz. Mana baqlajonning hamma ta'siri suvga chiqib ketdi. Tayyor bo'lgan kilarimizga solamiz. Sous so'ramiz. 4 ta dona cheri pomidorni to'g'rab so'ramiz. Mana bizning o'sha mashhur salatimiz tayyor bo'ldi. Usta xuruj tashi 2 yurak.